Bu qatar yapıllıqni Ojon degizetisizlar. Salam yakan diğer qarindoshlar ham bütün Şinjanlik qarindoshlar. Biz bugun bir alayda bir ish kelib qoldik. Ya'ni bizniki olim Rambo Tunislar ko'pinglar. Nurg'un maydonni kiyo qilyapti, nurg'un bizdek bolalarningki hamda faxrlik ham ulgulik bolalarning yosh bolalarning orasidan chiqayotgan Mahir. Shunda biz hozir yakan keldik. Yakandiki biz alayda shu 21-sizlar, 22-sizlar o'ynaysizlar. Bu qatar yapıllıqni Ojon degizetisizlar. Yaxshi o'ynaymiz. Xato tushunmanglar, musobaqa cho'qim yaxshi natija chiqarishmi. To'g'ri. Amsa qarindoshlar, mushunda hozirgidek akshivlar qilib qilayotgan mushunda holatlarda mushunda maydonga o'g'allaringlarni, mayli bolallaringlarni, mayli jiroq to'lanlar 200 kilometr atrofda to'lanlar kelib mushunda bir erkakchi gat qilish baqqanni ko'rsa, sal qahrava zahrava tug'ilsa Allah uning keyindan ba'zi ishlardan qabulash ketmaydi. Shundami emasmi? Shu. Haqiqiy o'g'ilning o'ynaydigan o'yini. Manda bir programmani ko'zitib qo'yinglar, bolalarni mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, tushunmasin, manda bir ishlarni balkim hozirgi jamiyatda diginni ko'rsin. Har siris qalaymaqan narsa chiqsa, anada shu bolalarimiz egilib qoladigan, tamoq yegan chog'da ma'qul ko'tarilib qolgan bo'lib qoladi. Shunga qarindoshlar, hammanglarni 6-oyning 21-22 kunisi kechda mush maydonni saqlaymiz. Amsa undag'ilib qolib qolsa, Ojon degizetinglar. Rahmat. Allah ayta uzoq yo'lni biz chiqishlar. Biz qishon turimiz cho'qim oxirigacha. Chatoq yo'q. Ma'qulmiz qarindoshlar.